Assalomu alaykum muhim 24 ning qadrli kuzatuvchilari. Bugun hammaning tilida bo'lgan Tramp va Putinning Alyaskadagi uchrashuvining xronologik tarzdagi tahlilini e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Tayyormisiz? Unda biz boshladik. Tibbiyot sohasiga qiziquvchi yoshlarni Navoiy shahrida joylashgan, yaqinda o'z faoliyatini boshlagan Medinvest tibbiyot texnikumiga taklif etamiz. Yo'nalishlar kesimida bizlarda davolash ishi, farmatsiya, hamshiralik ishi, patronaj hamshiralik ishi yo'nalishlari mavjud bo'lib, o'quv muddati 3 yilni tashkil etadi. Bizning texnikumimizni tamomlagan talabalarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda ham bemalol ishlashlari mumkin. Chunki talabalarimiz uchun bonus sifatida rus, koreys, ingliz va nemis tili kurslarimiz mavjud. Bundan tashqari, talabalarimiz o'zlarining bo'sh vaqtlarida texnikumning o'zida kompyuter savodxonligi, massaj, oila psixologiyasi va bola parvarishi kurslarida o'qishlari mumkin. Viloyat va tumanlardan kelgan talabalarimiz uchun barcha qulaylik va sharoitlarga ega bo'lgan yotoqxonamiz mavjud. Va eng asosiysi, o'qishni tamomlaganingizdan so'ng sizga Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan davlat namunasidagi diplom topshiriladi. Medinvest tibbiyot texnikumiga qabul davom etmoqda. Shoshiling, o'rinlar soni cheklangan. 2025-yil 15-avgust kuni AQShning Alyaska shtatidagi Elmendorf Richardson harbiy bazasida AQSh prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu ikki liderning 6-chi rasmiy uchrashuvi bo'lib, xalqaro jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kuzatildi. Uchrashuvning asosiy maqsadi Ukraina inqirozini muhokama qilish bo'lsa-da, u boshqa global va ikki tomonlama narsalarni ham qamrab oldi. Bugun videomiz davomida ushbu uchrashuvning xronologik jarayoni, uning konteksti, muhokama qilingan masalalar va natijalarga to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, uchrashuvgacha qanday voqealar bo'ldi va ularni bu uchrashuvga nima yetakladi? Asosiy segmentlarni sanab o'tamiz. 2024-yil noyabr, Trampning saylanishi. Donald Tramp AQSh prezidenti sifatida ikkinchi muddatga saylandi. Uning saylovoldi platformasi Ukraina mojarosida tezkor tinchlik va Rossiya bilan munosabatlarni normallashtirishga urg'u bergan edi. 2025-yil yanvar, Trampning inauguratsiyasi. Tramp ikkinchi muddatini boshladi va Rossiya bilan muzokaralarni qayta boshlash niyatini ochiq e'lon qildi. 2025-yil 6-avgust, Moskvadagi oldindan uchrashuv. Trampning maxsus vakili Steve Witkoff Moskvada Putin bilan uchrashdi. Bu uchrashuv Alyaskadagi sammit uchun zamin yaratdi va ikki tomonning muzokaralarga tayyorligini tasdiqladi. 2025-yil 10-avgust, Alyaska uchrashuvi e'lon qilindi. AQSh tomoni uchrashuvni Elmendorf Richardson harbiy bazasida o'tkazishni taklif qildi. Rossiya bunga rozilik bildirdi. Joy tanlovi 1867-yilda Rossiyadan AQShga sotilgan Alyaska, ya'ni siyosiy tahlilchilar tomonidan rasmiy qadam sifatida talqin qilindi. Va nihoyat 15-avgust uchrashuv kuni. Dastavval tashkiliy tafsilotlarga to'xtalamiz. Uchrashuv 5 dan 5 gacha formatida, ya'ni har ikki tomonning 5 kishidan iborat delegatsiyalari ishtirokida o'tkazildi. Muzokaralar yopiq eshiklar ortida bo'lib, umumiy davomiyligi taxminan 3 soatni tashkil etdi. So'ngra matbuot anjumani tashkil etildi. Uchrashuvdan so'ng qisqagina matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Tramp 4 daqiqa, Putin esa 8 daqiqa nutq so'zladi. Tramp ushbu uchrashuvni juda samarali va mahsuldor deb atasa, Putin murakkab masalalarni hal qilish uchun vaqt kerakligini ta'kidladi. Xo'sh, bu uchrashuvning ramziy ahamiyati nimada bo'ldi? Putin uchun Alyaskaga ilk tashrif bo'ldi. Ba'zi tahlilchilar bu joy tanlovini AQSh tomonidan ramziy tahqir sifatida baholasa, boshqalar buni Trampning Rossiya bilan munosabatlarni qayta sozlashga urinishi sifatida baholashmoqda. Ukraina qanday pozitsiyada bo'ldi?
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy o'z ishtirokisiz qaror qabul qilmasligini qat'iy bildirdi. U X platformasida Ukraina kelajagi faqat Ukraina xalqi tomonidan belgilanadi deb yozib qoldirdi. Sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi Jon Bolton Putinning uchrashuvdan g'olib sifatida chiqqanini, sanksiyalardan qochib vaqt yutganini aytdi. Demokrat senator Richard Blumenthal sammitni hech narsa bermagan sifatida tanqid qildi. Xalqaro jamoatchilik ham bu masalaga turli xil qarashlarni bildirishmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi yetakchisi uchrashuvni ehtiyotkorlik bilan kuzatdi. NATO bosh kotibi uchrashuvni tinchlik jarayonida potensial qadam sifatida baholadi, lekin Rossiyaning tajovuzkor siyosati haqida ogohlantirdi. Xo'sh, bu sammitda nimalar muhokama qilindi? Endi bularga to'xtalib o'tamiz. Bulardan birinchisi Ukraina inqirozi bo'ldi. Ukraina mojarosi uchrashuvning asosiy mavzusi bo'ldi. Quyidagi masalalar muhokama qilindi. Hududlar almashinuvi. Tramp va Putin hududlar almashinuvi g'oyasini ko'rib chiqdi, ammo bu taklif Ukraina tomonidan qat'iy rad etildi. Xavfsizlik kafolatlari. Rossiya NATOning sharqqa kengayishini to'xtatishni talab qildi. AQSh esa Ukrainaga qo'shimcha yordamni qisqartirish imkoniyatini muhokama qildi. Natija nima bo'ldi? Aniq kelishuvga erishilmadi. Tramp kelishuv tuzilmaguncha yo'l yo'q dedi. Putin esa inqirozning ildiz sabablari bartaraf etilmasa, tinchlik qiyinligini ta'kidladi. Iqtisodiy va energetika masalalariga ham to'xtalib o'tildi. Masalan, Arktika resurslari. Alyaskaning geostrategik ahamiyati tufayli Arktikadagi energetika loyihalari muhokama qilindi. Rossiya va AQSh o'rtasida ushbu sohada hamkorlik imkoniyatlari ko'rib chiqildi, ammo kelishuv bo'lmadi. Sanksiyalar masalasiga ham e'tibor qaratildi. Rossiya sanksiyalarni yumshatishni talab qildi, lekin AQSh bu masalada qat'iy pozitsiyasini saqlab qoldi. Tramp Rossiya bilan munosabatlarni qayta sozlash niyatida ekanligini bildirdi. Biroq bu masalada jiddiy yutuqlarga erishilmadi, chunki ikki tomon o'rtasidagi ishonchsizlik saqlanib qoldi. Bu uchrashuv diplomatik yutuqlar va muvaffaqiyatsizliklarga ham boy bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Uchrashuv Rossiya uchun diplomatik yutuq sifatida talqin qilinmoqda. Putin xalqaro maydonda faol ishtirokini davom ettirdi va sanksiyalar sharoitida vaqtdan yutdi. Tramp esa ichki va tashqi tahdidga duch keldi, chunki uchrashuv aniq natijalar bermadi. Demokratlar va ba'zi respublikachilar Trampni Rossiyaga haddan tashqari yumshoq munosabatda bo'lishda ayblashmoqda. Xo'sh, endi bu yog'i Tramp uchun yana ham jiddiylashadiganga ko'rinadi. Ukraina va global tinchlik. Ukraina masalasida kelishuvga erishilmagani global tinchlik jarayonida salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zelenskiyning 3 tomonlama uchrashuv talabi muhim qadam bo'lsa-da, Rossiyaning qat'iy pozitsiyasi va AQShning ichki siyosiy bosimi muzokaralarni murakkablashtirishmoqda. Uchrashuv joyi sifatida Alyaskaning tanlanishi tasodifiy emas edi. Bu Rossiya uchun tarixiy yo'qotish ramzi bo'lsa, Tramp uchun esa kuchli pozitsiyani qiyinlashtirishi mumkin. Xulosa o'rnida quyidagilarni aytishimiz mumkin. Alyaskadagi uchrashuv Tramp va Putin o'rtasidagi muloqotning muhim bosqichi bo'ldi, ammo kutilgan yutuqlarni bermadi. Ukraina inqirozi haligacha global kun tartibining markazida turibdi. Ammo kelishuvga erishish uchun faqat AQSh va Rossiya, balki Ukraina va boshqa xalqaro aktyorlarning faol ishtiroki talab etiladi. Uchrashuv Rossiya uchun diplomatik maydonda muhim qadam bo'lsa-da, Ukraina va Yevropa manfaatlariga xavf solishi mumkinligi